Maktabdan keyingi majburiyatlar. Bu oddiy Kore seriali emas, balki chinakam hayotiy dars. U tomosha qilgan har bir inson o'zini shu voqealar ichida his qiladi. Serialning boshlanishi juda oddiy ko'rinadi, lekin vaqt o'tishi bilan voqealar shunchalik keskinlashib ketadiki, ko'zingizni ekrandan uzolmaysiz. Bosh qahramonlar oddiy maktab o'quvchilari bo'lsa-da, ularning hayotiy yo'llari to'satdan butunlay o'zgaradi. Darslardan keyin uyga qaytib, telefonda o'tirish yoki do'stlar bilan vaqt o'tkazish o'rniga ular qurol ko'tarib, mamlakatni himoya qilishga majbur bo'lishadi. Bu serial urush faqat askarlar uchun emasligini, shafqatsiz voqelik hech kimni ayamasligini ko'rsatadi. Syujet juda kuchli qurilgan. Avvaliga qahramonlar hayotga oddiy qarashadi, lekin harbiy xizmat ularga o'zlarini kashf etishga majbur qiladi. Kimdir jasoratli bo'lib chiqadi, kimdir esa qo'rquvni yenga olmaydi. Ularning har bir voqealar davomida o'zgarib boradi va bu jarayon juda tabiiy tasvirlangan. Tomoshabinlar qahramonlarning ichki kechikmalariga, kurashlarga guvoh bo'lishadi va bu ularni yanada yaqin his qilishga majbur qiladi. Jang sahnalari ayniqsa ta'sirli. Bular shunchaki effektlar bilan bezatilgan oddiy harakatlar emas, balki har bir urinish, har bir jang, har bir yo'qotish ortida insoniy hislar mujassam. Serial faqat jang qilish haqida emas, u odamlarning ichki dunyosini ham ochib beradi. Do'stlik, xiyonat, qo'rquv va jasorat, bularning barchasi serial davomida juda aniq aks etgan. Tomoshabin ba'zan qahramonlar bilan birga sevadi, ba'zan ular bilan birga azob chekadi. Eng hayratlanarlisi bu serialning bizga beradigan savollari. Agar ertaga urush boshlansa nima qilamiz? Yoshlar bunga tayyormi? Vatanparvarlik nimani anglatadi? Shaxsiy hayot va majburiyat o'rtasidagi chegara qayerda? Maktabdan keyingi majburiyatlar shunchaki tomosha qilinadigan serial emas, u odamni o'ylashga, chuqur mulohaza yuritishga majbur qiladi. Har bir qahramonning bosib o'tgan yo'li, duch kelgan sinovlari hayotiylik bilan tasvirlangan. Shu bois ham ular tomoshabinga juda yaqin tuyuladi. Shaxsan menga serialning dinamikasi, vizual jihatlari va qahramonlar rivoji juda yoqdi. Har bir epizoddan keyin keyingisini ko'rmasdan turib bo'lmaydi. Oxirgi epizodgacha qiziqish susaymaydi. Aksincha, har bir qism tomoshabinni yanada chuqurroq jalb qiladi. Kamera ishlari va aktyorlarning o'yinlari ham alohida e'tiborga loyiq. Har bir sahna tafsilotlarigacha o'ylangan. Har bir dialog mazmunli va chuqur ma'noga ega. Xulosa qilib aytganda, agar siz jiddiy, hayajonli, qiziqarli va mazmunli serial izlayotgan bo'lsangiz, bu serialni albatta tomosha qilishni tavsiya qilaman. Chunki bu shunchaki serial emas, bu hayotning o'zi. Ushbu serial nafaqat ko'ngil ochish, balki insoniy qadriyatlar haqida chuqur o'ylash uchun ham ajoyib imkoniyat yaratadi. Qahramonlarning kechikmalari, ular bosib o'tgan yo'l, tanlovlari va o'zgarishlari tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Shunday ekan, bu serialni ko'rib, uning ma'nosini his qilishingizni tavsiya qilaman.